Diqqat! Bugun siz eshitadigan xabar oddiy yangilik emas. So'nggi kunlarda O'zbekiston bo'ylab metan zapravkalar faoliyati haqida turli noxush xabarlar tarqalmoqda. Ayrim hududlarda haydovchilar uzun navbatlar haqida gapirmoqda. Ayrim joylarda esa metan ta'minoti vaqtincha cheklangani haqida ma'lumotlar paydo bo'lmoqda. Bu holat minglab avtomobil egalari uchun muhim masalaga aylanmoqda. Chunki metan yoqilg'isi ko'plab fuqarolarning kundalik hayotida asosiy transport yoqilg'isi sifatida foydalaniladigan resurs hisoblanadi. Bu sizning avtomobilingiz bo'lishi mumkin. Bu siz har kuni ishga borishda ishlatadigan transport vositasi bo'lishi mumkin. Bu sizning oilangizni tashish uchun ishlatiladigan mashina bo'lishi mumkin. Agar metan zapravkalar faoliyatida o'zgarishlar yuz bersa, bu minglab haydovchilarning kundalik rejalariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Front Axis Media kanalidasiz. Bu yerda biz ko'p joylarda ochiq aytilmaydigan, lekin har bir fuqaro bilishi kerak bo'lgan muhim xabarlarni yetkazamiz. Bugungi xabar esa ayniqsa avtomobil egalari, transport xizmatida ishlaydigan fuqarolar va kundalik qatnov uchun mashina ishlatadigan odamlar uchun dolzarb hisoblanadi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda va ayrim mahalliy xabar manbalarida metan zapravkalar faoliyati bilan bog'liq turli ma'lumotlar tarqalmoqda. Ayrim haydovchilar o'z hududlarida zapravkalarda navbatlar ko'payganini bildirgan. Boshqa joylarda esa metan gazining vaqtincha yetkazib berilishida cheklovlar kuzatilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, bunday holatlar ayrim paytlarda gaz ta'minoti tizimidagi mavsumiy yuklama bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ma'lumki, sovuq fasllarda gaz iste'moli keskin ortadi. Bu esa ayrim hududlarda gaz taqsimoti tizimiga qo'shimcha bosim tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Energetika sohasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat bo'ylab gaz ta'minoti tizimi bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishga xizmat qiladi. Birinchidan, aholi uchun uy-joylarni isitish va maishiy ehtiyojlar uchun gaz ta'minoti muhim hisoblanadi. Ikkinchidan, sanoat korxonalari ham gaz resursidan keng foydalanadi. Uchinchidan esa, transport sohasida metan yoqilg'isi sifatida foydalaniladigan gaz zapravkalarga yetkazib beriladi. Aynan shu sababli ayrim davrlarda gaz taqsimoti tizimida ustuvorliklar belgilanadi. Rasmiy manbalar ko'pincha aholi uy-joylarini isitish masalasi birinchi o'ringa qo'yilishini ta'kidlaydi. Bu esa ba'zi paytlarda metan zapravkalarga yetkazib beriladigan gaz hajmiga vaqtincha ta'sir qilishi mumkin. Biroq bu holat doimiy muammo degani emas. Ko'pincha bunday cheklovlar qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, haydovchilar orasida turli savollar paydo bo'lmoqda. Nega ayrim hududlarda navbatlar ko'paymoqda? Gaz yetkazib berish tizimida qanday o'zgarishlar yuz bermoqda? Oddiy fuqarolar bunday vaziyatda nima qilish kerak? Bu savollar bugungi kunda ko'plab odamlarni qiziqtirmoqda. Chunki O'zbekistonda so'nggi yillarda metan yoqilg'isida harakatlanadigan avtomobillar soni sezilarli darajada oshgan. Bu esa zapravkalarga talab ham ortganini anglatadi. Mutaxassislarning aytishicha, transport uchun gaz ta'minoti tizimi barqaror ishlashi uchun ishlab chiqarish, saqlash va taqsimot jarayonlari muvozanatda bo'lishi kerak. Agar gaz iste'moli keskin ortsa yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlari olib borilsa, ayrim hududlarda vaqtincha cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, ayrim hududlarda zapravkalarda texnik profilaktika ishlari o'tkazilishi ham kuzatiladi. Bunday jarayonlar xavfsizlik talablariga rioya qilish uchun muhim hisoblanadi. Chunki metan yoqilg'isi bilan ishlaydigan uskunalar yuqori bosim ostida faoliyat yuritadi va ularni muntazam tekshirib turishi zarur. Shu o'rinda yana bir savol paydo bo'ladi. Bu tasodifiy holatmi yoki tizimli o'zgarishlarning bir qismi hisoblanadi? Hozircha rasmiy manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, vaziyat doimiy muammo sifatida baholanmayapti. Aksincha, ayrim hududlardagi vaqtincha yuklama bilan izohlanmoqda. Ammo oddiy fuqarolar bunday vaziyatda qanday choralar ko'rish kerak? Mutaxassislar birinchi navbatda rasmiy manbalarga e'tibor qaratishni tavsiya qiladi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har bir ma'lumot ham doim ham to'liq yoki tasdiqlangan bo'lavermaydi. Agar siz avtomobil haydovchisi bo'lsangiz, zapravkaga borishdan oldin hududingizdagi zapravkalar faoliyati haqida ma'lumot olish foydali bo'lishi mumkin. Ba'zi hududlarda zapravkalar faoliyati jadvali vaqtincha o'zgartirilgan ham bo'lishi mumkin.
Shuningdek, transport harakati bilan shug'ullanuvchi fuqarolar yoqilg'i zaxirasini oldindan rejalashtirishga harakat qilishi tavsiya etiladi. Bu esa kutilmagan navbatlar yoki vaqtincha cheklovlar paydo bo'lsa ham kundalik rejalariga kamroq ta'sir ko'rsatadi. Energetika sohasidagi mutaxassislar esa yana bir muhim jihatga e'tibor qaratadi. Ularning aytishicha, gaz resurslarini mafarratli boshqarish kelgusi yillarda ham muhim masala bo'lib qoladi. Chunki aholi soni ortib bormoqda, transport vositalari ko'paymoqda va energiya iste'moli ham oshib bormoqda. Shu sababli gaz ta'minoti tizimida modernizatsiya va yangi infratuzilma loyihalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kelgusida bunday vaqtincha yuklamalarni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Hozircha esa vaziyatni diqqat bilan kuzatish muhim hisoblanadi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, gaz ta'minoti tizimi bo'yicha ishlar davom etmoqda va zarur choralar ko'rilmoqda. Bu masala hali to'liq yakuniga yetmagan. Kelgusi kunlarda yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi mumkin. Agar siz metan zapravkalar faoliyati bilan bog'liq yangiliklarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Front Axis Media kanaliga obuna bo'lishni unutmang.